Shirinlarim, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan lyuboy kofeni damini beradigan shirchoy tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga qaynab turgan suv kerak bo'ladi, 2-2,5 qoshiq qora choy zavarka kerak bo'ladi va sut kerak bo'ladi. Qaynab turgan suvimizga 2-2,5 qoshiq zavarkamizni solamiz. Ular qorayib qaynab chiqqandan so'ng 350-400 gram sutni solib, yaxshilab qaynatamiz. Ko'pirib qaynab chiqqandan keyin mazali shirchoyimiz tayyor bo'ladi. Uni xohlagan shirinliklaringiz bilan zavtraklarga va xohlagan paytingizda ichsangiz bo'ladi. Ayniqsa emizikli onalarimizga bu koni foyda bo'ladi. Sutlarni ko'paytirib beradi, ishtahani ochadi, sizni qorningizni to'q tutadi. Hammangizga yoqimli ishtaha tilab qolamiz. O'ylaymanki, juda ham foydali bo'ldi. Chef Fast Food kanalimizga obuna bo'ling va yana qanaqa retseptlar qo'yishimiz kerakligini kommentariyada yozib o'ting. O'zingizni ehtiyot qiling.